Assalomu alaykum. Bugun tongda turib farzandlarim va xo'jayinim uchun issiqqani birinchi tayyorlashga kirishdim. Massamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Sekin pishirishga, tavani qizdirishga urib qo'ydim. Pishirishni boshladim. Avvallari birinchi pishirish boshlaganimda ikkinchisi pishmoqchi Nachinkaliini uncha yoqtirishmaydi, shuning uchun nachinkasiz 3-4 ta oxirida qoldirdim. Usulli qilganimdan beri yana ham yaxshi chiqyapti. Hammaga yoqimli ishtaha, hammaga yaxshi kayfiyat.